Qizlar, video joylasam oxirigacha ko'ringizlar. Oxirida mazmunini chaqasizlar. Keyin kommentariya yozingizlar yoki lichkaga yozingizlar. Kurs deganda nimani nazarda tutdim ekan? Ko'pchilik aldab har xil bitchatlar sotyapti. Aldanib bitchat olib yurmangizlar pulga deyapman. Tovar sotib oladigan bo'lsalaringiz, bironta ishonchli bayeringiz shu yerdan sizni tovaringizni masalan tekshirib jo'natmasa, masalan mana shu tovarni siz tanladingiz bitchat orqali, narxini savdolashib kelishdingiz. Tovar zakaz qilganingizdan keyin ko'pincha yo bunisini solmay jo'natishi mumkin yoki umuman boshqa rang sovorishi mumkin yoki malamerka razmer sovorishi mumkin. Keyin sota olmasdan bankrot bo'lmangizlar. Shuning uchun tekshirtirib, o'lchattirib, kiydirib ko'rib, o'zingiz tanishingiz orqali oldiring. Bu materiali masalan xlopok degan bo'lsa, xlopok emas, sintetika berib yuborishi mumkin degan nazarda men video joyladim. Ko'pchilik qachon ochiladi, kurs qachon ochiladi? Bo'ldi, kursni ham tashkillaymiz. Lekin hammasi halol bo'lsin. Videolarimni bundan keyin dakonsa kuzatingizlar.